Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum, hurmatli azizlarim. Bugun 2026-yilning 31-iyul kuni. Bugun yana men sizlar bilan uchrashmoqchiman, gaplashmoqchiman. Yana bir sizlarga erta qissa aytib bermoqchiman. Hurmatli azizlarim, qadim zamonlarda juda ham keng, juda ham katta o'rmon tomonlarda, o'rmonning bir chetida yolg'izgina bir oila yashar ekan. O'sha oilaning a'zolari otasi, onasi va 7 ta aka-uka ekan. O'rmonning bir chetida, ularning uylariga yaqin bo'lgan joyda 2 ta buloq bor ekan. Bittasi kichkinagina buloq ekan. Bu buloqdan suv miltillab chiqar ekanda, suv juda ham ozroq ekan. Ikkinchi buloq kattaroq ekan. Undan anchagina suv ichar ekan. Mana shu o'rmon chetida yashagan, hududlarda yashagan odamlarning hammasi mana shu buloq suvidan ichar ekan. O'rmondagi butun jonzotlar, yurganlarning hammasi, insonlar bormi, jonzotlar bormi, o'rmon hayvonlar bormi, hammasi mana shu buloqdan suv ichar ekan. Kichkina buloq juda ham chuqurroq joydan chiqar ekan, juda ham miltillab chiqar ekan. Undan suv chiqish, suv olish yoki ular bilan suv olish, idishlar bilan suv olish sal qiyinroq ekan. Shuning uchun juda ham ko'pchilik hayvonlar va jonzotlarning hammasi katta buloqdan suv ichar ekan. Kunlardan bir kuni bu oila otasi, onasi, 7 ta o'g'illari mana shu hududlarda yashab kelishayotgan ekan. 7 ta o'g'ilning kattasi hozir 14 yoshlarda, kichkinasi bir 4 yoshlarda bo'lgan ekan. 7 ta o'g'ilning hammasi o'g'il bolalardan iborat ekan. Ular sho'x, ular g'ayratli, ular shunchalik qiziquvchan va shunchalik o'yinqaroq ekanlarki, ular o'rmondagi turli xil hayvonlar bilan o'ynashar ekan, o'rmonlarda yugurishar ekan. Keng o'rmonlar ularning vatani ekan. Ularning otasining vazifasi bolalariga oziq-ovqat topish ekan. Shuning uchun ota har kuni yelkasiga xaltasini tashlab, qo'liga qurolni olib, ov qilishga ketar ekan. Onasi esa uy ishlari bilan band ekan. Uylarni supurib, sidirib, bolalarning kirlarini yuvib, bolalariga shirin ovqatlar tayyorlab, uylarning atrofini toza-ozoda qilib qo'yish onasining vazifasi ekan. Bolalarning ishlari faqatgina o'yin-qaroqlik ekan. Kunlardan bir kuni ota ovga ketibdi. Ketishning oldidan onasi bolalari otasini kuzatib qo'yishayotgan ekan. Otasi aytibdiki, bugun kun uzog'i ovda ovlayman. Agar mo'g'ada kelolmay qolsam, bir tanishimnikida yotib qolaman, ertaga sahar kelaman. Mendan xavotir olmanglar deb ovga ketibdi. Onasining 1-2 kundan beri mazasi yo'q ekan. Mazasi yo'qligini bildirmasdan bolalarni otasini ovga kuzatibdi. Va mazasini yo'qligini bildirmasdan o'g'il bolalarga qarab, bolalarim, mana otalaring ham ovga ketdi. Men ham ularning ishlarini bajarishim kerak. Sizlar bemalol har kunda deb o'yinlariga borib, o'ynayveringlar o'rmonga borib deb bolalarini o'rmonga yo'naltirib yuboribdi. Va ona ayol kishi uyga kirib, 1 kundan beri mazasi yo'q ekan, nimagadir juda ham holsizlanibdi va uyga kirib, o'zining yotoq joyiga yotib qolibdi. Shu yotgancha yotibdi, shu yotgancha holsizlanaveribdi va juda ham qattiq charchagan, juda ham qattiq shamollab ketganmi, birdan qizib boshlabdi. U o't olov bo'lib yonibdi. Bir qoshiq suvga zor bo'libdi. Bolalarini chaqiribdi, yotgan joylarida tura olmabdi. Bolalarim, qayerdasizlar? Menga bir piyola suv olib kelib beringlar desa ham hech kim eshitmabdi. Chunki o'zi xo'jayinni ovga yuborgan, bolalarini esa o'rmonga yuborgan ekan. Ona juda ham qattiq qiynalibdi va sudralib bo'lsa ham yotoq joyidan tushib, o'zining chelakdagi suv tomon boribdi va chelakni ochib qarasa, bir tomchi ham suv yo'q ekan. Keyin u nafasim havo yetmayapti, nafasim
qisilyapti, derazalarni ochaydi, derazalarni ochib tashlabdi, eshiklarni ochib tashlabdi va ba'zir o'z joyiga kelib yotibdi. Shunday qilib kun kech bo'libdi. Endi qorong'i tushayotgan mahalda bolalari baqirishib, chug'urlashib, o'ynashib, onajon qayerdansiz? Qornimiz och, ovqat kerak bizga, ovqat deb chopib kelishibdi. Qarasa uy jimjit, eshiklar ochilgan, derazalar ochilgan, onasi yo'q. Ular yugurishib, baqirishib ichkariga kirsa, onasi behol bo'lib, o'z yotgan joyida yotib qolgan ekan. Ularning kattasi 14 yoshli o'g'li, onajon, nima bo'ldi sizga? Nimaga yotibsiz? deb yugurib onasining oldiga boribdi. Onasi beholgina qo'l cho'zib, bolajonim, menga bir piyolagina suv bergan, juda ham susardim deb. O'g'il orqasiga qaytib yugurib nimaga ketdi? Chelaklarga qarasa, chelaklarida bir tomchi ham suv yo'q ekan. Chelaklari hatto yerga ag'darilib yotgan ekan. Ona suv topolmay chelakni ham ag'darib yuborgan va chelakni ag'darganiga e'tibor bermasdan o'z o'rniga borib yotgan ekan. Shunday qilib o'g'il onasiga qorong'i tushayotgan ekan. Onasiga bir piyola suvni qayerdan topaman debdi-yu, buloq esiga tushibdi va o'zidan kichkina ukasiga qarab baqiribdi. Ey ukajon, tez idishni olganda buloqqa suvga yugur. Onam suv deyapti, suv berishimiz kerak debdi. Kichkina ukasi ham bolalik qildi-da, akam menga suv buyurayotgan ekan, men ham kichkinasiga buyurishim kerak deb, ikkinchi ukasi o'zidan kichkina ukasiga qarab, ey ukajon, onam suv deyapti, tez suv olib kel debdi. Kichkina ukasi ham kichkinasiga buyuribdi. Shunday qilib yetti o'g'ilning har bittasi bolalik qilib, onasining og'ir ahvolini tushunmay, bir-biriga ish buyurib, shu hech qaysi suv olib kelmabdi. Shunday qilib qorong'i tushib, endi qorong'i tushayotgan mahalda bolalar hammasi birgalashib, bir o'zimiz borsak qo'rqamiz. Yoshkim eng navbat suv olib kelish navbati eng kichkinasiga 4 yoshlarga kelgan ekan. 4 yoshlar bola yig'layib yuboribdi. Men onamga suv olib kela olmayman, juda ham qorong'i ketyapti, qo'rqaman o'rmondan debdi. Shunda onasi bolalariga hammalaring boringlar debdi. Chelakni olinglarda hammalaring suvga boringlar deb bolalarni chiqarib yuboribdi. Bolalar asta-sekin bir-biriga ishni buyurib, bir-biri bilan baqirishib, cho'g'irlashib, bir chelakni ko'tarib suvga chiqishibdi. Onasi juda ham suvsabdi, juda ham qaqshab ketibdi, juda ham qizib, o't bo'lib, olov bo'lib yonayotgan ekan. Uch onasi chiday olmay yotgan joyida Allohga iltijo qilibdi. Ey Allohim, bolalarim qachon suv olib keladi? Qachon men suv ichaman? Qachon men ichimdagi olovimni o'chiraman? Men olov bo'lib yonayapman, chiday olmayapman. Shuning uchun Allohim meni kabutarga aylantirgin. Kaptar bo'lib ichib, o'g'illarimdan oldin borib shu suvlarni ichib kelayin debdi. Allohga iltijo qilgan ekan. Alloh ham uning holatini ko'rib turgan ekan va onani o'sha yotgan joyida kabutarga aylantirib qo'yibdi. Bu ertak kabutarga aylangan ona yengillashib o'rnidan turibdi va pir etib derazadan uchib chiqib o'rmon tomonga qarab ketib uchibdi. Bu holsizlanib uchib oxiri katta buloqqa yetolmasdan kichkinagina buloqqa yetibdi. Va kichik buloqqa borib qarasaki, buloqning suvi lim-lim bo'lib ichadigan holatga kelib to'lib turgan ekan. Ona kabutar bo'lib qo'nibdi, kichkina buloqdan suvni ichibdi va shu yerdan juda ham yengil tortibdi. Ichidagi olov ham o'chibdi va o'zini juda ham yengil sezibdi. Va kimdir unga osmonga qarab uch degan nido kelibdi ichida. U kaptar holicha osmonga qarab uchibdi va uchib yengil bo'lib uchib shu o'rmonning eng tepa qismiga chiqib shunday katta bir yorug'likda osmonga chiqqan ekan. Allohim uni birdaniga o'zidan nur taratayotgan, hamma tomonga o'z nurini sochayotgan oyga aylantirib qo'yibdi. Bu ertak oyga aylangan ona to'g'ridan to'g'ri koinotga chiqib uchib ketibdi va koinotga uchib ketibdi xullas. O'g'illari esa yugurib borishib katta buloqdan suv olamiz deyishsa, katta buloqni topisha olmabdi. Uning suvi negadir qurib,
buloqda hech qanday suv yo'q emish. Keyin ular kichkina buloqqa kelishsa, kichkina buloqda suvlar bor ekan. Lekin shu limma-lim bo'lib to'lib turgan ekan. Keyin o'g'illari xursand bo'lishib kelishibdi-da, chelaklarini botirib, suvdan olishib, har bittasi o'sha suvdan ichib olibdi. To'yib ichishibdi va xursand bo'lishibdi. Onamiz kasal bo'lib qolgan edi, bizga ovqat ham qila olmagan. Uylarimizda hatto eshik derazalari ham ochilib yotibdi. Onamiz hatto uylarni ham supurmagan, kirlarimizni ham yuvmagan, bizga ovqatlar ham qilmagan. Biz mana endi hozir suvni oldik, suvni ichib o'zimiz to'ydik, endi suvni onamizga olib boramiz deb xursand bo'libdi. Lekin bu kichkina buloq sehrli buloq ekan. Bu sehrli buloqdan ichgan odam osmon jismlariga aylanib ketar ekan. Uni hech kim bilmas ekan. Shu mahalgacha hech kim unday ahvolga tushmagan ekan. Faqatgina mana shu kasalmand bo'lgan ona kelib bundan ichib, u oyga aylanib ketgan ekan. O'g'illar ham bundan ichib olib to'yib olgandan keyin ular ham birdan yengillashibdi va ular ham nimaga qarab yengillashib xuddi o'zlarini osmonga chiqadigandek his qilishibdi va ular ham osmonga qarab ucha boshladilar. Osmonga qarab ko'tarila boshladilar. Ular ham shu o'rmon daraxtlarining eng tepasiga ko'tarilib keta boshladi. Ular kulishibdi, xoxolashibdi. Ana uni qara uchayapti, buni qara uchayapti, ukam uchayapti, akam uchayapti deb rosa xursand bo'lib qiqirishibdi va ular o'rmonning tepa qismidan chiqqandan keyin birdaniga Allohning qudrati bilan yulduzlarga aylanib qoldi. 7 aka uka shunday birlashib, qo'l ushlashib, osmonga uchib chiqib ketishibdi va bir-biriga yaqin bo'lgan 7 aka uka yulduzga aylanishibdi. Shu bilan qorong'i tushibdi. Ona osmonda oy bo'lib suzib yurgan emish. Bolalar esa 7 aka uka yulduzi bo'lib, qo'llariga ushlab kelgan solamizdagi chelaklari cho'michga aylanib, cho'mich shaklidagi yulduzlarga aylanib qolishibdi. Shu kecha kunduzda ham agar kechasi yotib osmonga shunday qarasangiz, osmonda suzib yurgan to'lin oyni va minglab, koinotdagi minglab, millionlab yulduzlarni ko'rasiz. Ana shu minglab, millionlab yulduzlarning ichida mana shimol tomonga salgina qarasangiz, osmonda 7 og'a ina yulduzi turibdi. Bizning o'zbeklarimiz buni cho'mich yulduzi deyshadi. Xuddi cho'michga o'xshagan yulduz. Mana shu yulduzlar 7 ta aka uka ekan. Ularning onasi oy bo'lib osmonga chiqib ketibdi. Bolalari 7 og'ani yulduzi bo'lib osmonga chiqib ketibdi. Oy farzandlarini axtaribdi, farzandlari onasini axtaribdi. Ular bir-birini uzoqdan ko'rib turishar ekan, bir-biriga qarab intilishar ekan, lekin bir-biriga hech yetisha olmas ekan. Mana shunday qilib ular osmon jismlariga aylanib qolgan ekan, sehrli buloqdagi suvni ichib. Shunday qilib ular osmonga chiqib ketishibdi. Endi otadan gapiramiz. Otasi aytganda shu kechasi ov qila olmay, ovga biron narsa ham topolmay, nima o'zining tanishining uyida yotib qolib, ertasi kuni sahar kelibdi. Xurjunida, xaltasida hech bolalar yeydigan hech narsa yo'q ekan. Rizq nasibasi, bolalarning rizq nasibasi qilganmi yo'q ekanda. U ham uyga kelsa, uylarning eshiklari ochiq, derazalari ochiq, bolalari ham yo'q, ayoli ham yo'q. U baqiribdi, chaqiribdi, yana baqiribdi, chaqiribdi, lekin hech qanday iz yo'q, hech qaysini topa olmabdi. Va u ham juda ham kechadan beri ovqat yemasdan juda ham qattiq och qolgan ekan. Xayoliga shunday fikr kelibdi. Hech bo'lmasa o'zimni suv bilan to'ldirayin. Borib suv ichayin deb suv o'sha buloq esiga tushib qoldi. U masaqarasini olib birdaniga buloq bo'yiga boribdi. Buloqni topib borsa, katta buloqda suv yo'q emish. Kichkina buloqda esa suv limma-lim bo'lib to'lib turgan emish. Ota ham darhol ertalabdan beri ovqat yemagani uchun ochqib ketganidan suvga birdan yopishibdi va to'yib sehrli buloqning suvidan ichib oldi. Va u ham birdan yengillashibdi. Allohning qudrati bilan birdan yengillashibdi va o'zini osmonga uchib ketayotganini his qilibdi. Va erta saharda sodir bo'lgan bu voqea kun chiqish paytiga to'g'ri kelgan ekan. U ham osmonga uchib chiqib, o'rmonning eng tepasiga chiqib ketgandan keyin juda ham katta yorug' quyoshga aylanibdi. Va osmonga uchib ketib quyosh
bo'lib osmonda suzib ketibdi. Shunday qilib bu ertagimizdagi tasvirlanayotgan voqealar bitta oila, otasi quyoshga, onasi oyga, farzandlari esa 7 og'ayni yulduzlarga aylangan ekan. Ular haligacha osmonda suzib yurgan ekan. Quyosh o'zining farzandlarini, ayolini axtarar ekan, bolalarini onasini axtarar ekan. Bolalarini onasi oy esa farzandlarini va nimani o'zining bolalarini otasini axtarar ekan. Va ular necha ming yillar avval shu voqea sodir bo'lgan bo'lsa ham, hozirgi shu kecha kunduzgacha ular oy bo'lib, quyosh bo'lib, yulduzlar bo'lib bir-birini izlab osmonda sarson sargardon bo'lib yurgan ekan. Hech bir-biriga yetisha olmas ekan. Mana bu ertak. Nima demoqchiman? Mana shu ertagimni aytishimdan maqsad, mana shu qissani aytishimdan maqsad shuki, agar kasal bo'lib yotgan onasini bolalar bolaligiga bormay, eslari, aqllari to'la bo'lib, onasiga yugurib savobga berganlarida, onasiga mehribonlik qilib uni to'ydirganlarida yoki unga tashqarilarga olib chiqib nafas oldirib, tashqarilarda picha sovutganlarida bu voqea sodir bo'lmasmidi? Ular bolalik qilib kasal bo'lib yotgan onasiga yordam bera olmadilar. Yoki bolalik qilib ular onasi buyurgan ishni bir-biriga aytib bu ishni bajarmadilar. Natijada bir oila birikmagani uchun onasiga jon-jahdi bilan yordam berishni istamaganliklari uchun mana shunday holat yuzaga keldi va bir oila osmonga, koinotga sachrab ketdi. Biri quyosh bo'ldi, biri oy bo'ldi. 7 ta o'g'il, 7 og'ayni yulduziga aylanib ketdi. Mana bu qissa, mana bu ertak. Mana qissadan aytayotgan qissamdan hissa bor. Hissa nima bu? Hissa bu bizning oilamiz. Bu bizning vatanimiz. Bizning ham otamiz bor. O'sha bolalarning ota-onasiga o'xshab. Bizning ham onamiz bor. Bizning ham aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor. Agar bizlar ham otamizning quyoshga aylanib ketishini, onamizning oyga aylanib ketishini, aka-uka, opa-singillarimizni yulduzlarga aylanib ketishini istamasak, bu qissamdan hissani chiqarib olib, ana o'shalarga, o'zimizning yaqinlarimizga, jigarlarimizga mehribon bo'lib, ularning qadrini bilib, ularga mehribonlik qilishimiz kerak. Mana bugun otangiz hayot, bugun onangiz hayot. Bugun otangizni eslang. Birga yashasangiz ota-onangizning qadriga yeting. Onangizni eslang. Ota-onangizga istagan narsasini muhayyo qiling. Ota-onangizning qadriga yetib, ota-onangizning mehnatini qilib, aytganini qilib, ularni qadrlang. Ota-onangiz mehmon ekanligini biling. Aqlingizni ishlating. O'ylang, fikr qiling. Bugun mening oldimda turgan otam, onam, bular menga mehmon, vaqtinchalik mehmon ekanligini, bu ota-onalarimning ham umri oxirlab borayotganligini, ular ham vaqtincha bir shu hayotda yashayotganligini, bugun bo'lmasa ertan bo'lmasa indin bu ota-onalarimizdan hayotdan o'tib ketishini anglab yetishimiz kerak, bilishimiz kerak va ota-onalarimizning qadriga yetib, ularni hurmat qilishimiz kerak, aytganlarini bajarishimiz kerak. Aqlingizni ishlating. Aqlingizni yurgizing. Bugun o'z oldingizda, oilangizda, agar siz bo'lak yashab bo'lsangiz, uzoqda bo'ladimi, yaqinda bo'ladimi, ota-onangizni qadriga yeting. Ularni izlang, ularni hurmat qiling. Ularni qadriga yeting. Opa-singillaringiz, aka-ukalaringizning qadriga yeting. Jigarlaringizning qadriga yeting. Mahalladoshlaringizning qadriga yeting. Urug'oymoqingizning qadriga yeting. Birgalashing, mehr-oqibatni kuchaytiring. Hammamiz bitta oila bo'lib yaxshi yashashimiz kerak shu O'zbekiston deb nom atalgan yurtimizda. Bu vatan bizniki. Bu to'proq bizniki. Bu tog'i toshlar, bu o'rmonlar, bu sahrolar hammasi bizniki. Bizning kichkinagina vatanimiz ham bizniki, ota-onamiz ham bizniki. Shuning uchun boriga shukr qilib, bu vatanimizni ham, ota-onamizni ham ardoqlab yashashimiz kerak.
aytilgan qissamdan chiqargan hissam shu bo'ldi. Farzandlarim, qissadan hissa chiqaringizlar, aqlli bo'ling, dono bo'ling, ota-onangizni hurmat qiling, qadriga yeting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.